Kecha bir muslima opamiz qizini uzatayotgan ekan. Shu uzatishlikda hijobdagi qiz shu bugungi kunda avval haligi johillar oq fata deb kelin ko'ynaydi. Xuddi o'sha xristianlar to'yga kiyib boradiganday qilib yasantirish bir urf darajasiga kirgizib o'rgatib yuborgan edi. Shu darajaga kirgan ekanki, muslima qizlarimiz ham shuni kiygisi kelyapti ekan. Boshimizda ro'molimiz bo'lsa, bu yog'imiz shunaqangi oq ko'ylakni kiyib, fatani kiyib to'yga chiqsak joizmi degan savolni uzatishgan ekan. Shuni hukmini aytib qo'ysak. Muslima qizlar bitta narsani tushunsinki, avval yashashdan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, Allohdan umid qilyapsa, ertaga Allohning huzuriga borib ro'para bo'laman. Yana ro'para bo'lishlar emas, o'sha hisob kitoblaridan o'tib bir jannatlariga ham kiraman. Hatto payg'ambarimizga qo'shni bo'laman inshaalloh deb shundan umid qilib yurgan insonlarda, ya'ni hijobli, namoz o'qigan, ibodatdagi, ya'ni boshqalar tashqaridan soliha deb baho berayotgan qizlar. Shunaqa orzu havaslari bor ekan. Oq ko'ylak kiyib chiqsam deb. Bu oq ko'ylak kiyib chiqish xristianlarda e'tiqodiy amali. Ya'ni xristian e'tiqodida ota qizini oppoq kiydirib, yetalab serkifga olib boradi-da, o'sha cherkovda haligi popga nikohda o'qitib turib, kuyov bolani qo'liga tutkizadi. Shunda kelinning kiyimi haligi biz ko'rganday oppoq, uzun bo'lishligi kerak. Xristianni qop-qora yo atlas ko'ylak kiyib chiqsa joiz emas. Atlas kiyib olib turib, serkifga kirsa hamma ahmoq bo'lib qopti bu deydi. Bor chiqib oq ko'ylak kiyib kel deb haydab yuboradi. Ya'ni ularning e'tiqodida shunaqa. Bu e'tiqodiy tushunchasi haligi o'risga ko'zga ko'rib o'rganib qolgan degan narsa emas. Uni o'zlari tasdiqlagan narsani aytyapman. Biz e'tiqodimizda shunaqa bor degan. Avvalan bu haqida bir aytib bergan edim. Bir o'ris xotin shuni aytib bergan. Biz e'tiqodimizda shunaqa. Sizlar nimaga o'zingizlarda e'tiqodingizlarda bir yo'qmi kiyiminglar? Nima bizga ergashasizlar? Deb juda odamlarga burchakka taqaganda, ya'ni sizlarda xalqinglar shunaqa bir e'tiqodda shunaqa kiyimi yo'qmi, to'y kiyimi? Nimaga xristianlarga ergashasizlar? Shunaqa sizlarda diniylar ojizmi? Deb bir o'ris xotin yomon qilgan. Haqiqatda ularning e'tiqodi shunaqa ekanda, oq ko'ylak kiyish kerak ekan. Endi bugungi muslimalarda havas qilayotgan narsasini ko'rib hayron qolyapman. Ular endi hali yoshligidan turk serialini ko'rib, kofirda o'shanaqa kinosini ko'rib, boshqa narsalarni ko'rib shu darajada havas qilib qoptiki kofirga, bechora. Aytmayapman uni ayblab. Lekin haligi farzandni islomiy tarbiyaman tarbiyalayotgan ota-onalar e'tiqodini ham haligi oldinga qo'yib olgan, intiladigan, havas qiladigan ideallarini ham islomiy qilgin deb o'rgatmagan ekan. O'rgatganida xristianga orzu havas qilmadi. Mo'min xristianga orzu havas qilmaydi. Yo oraylarda bormi bir Allohdan qo'rqqan taqvodor bir inson, qani men ham bo'ynimga mazza qilib kres osib yursamidi degan shunaqa odam bormi? Agar deb yurgan bo'lsa, demak e'tiqodi ancha pachava ekan. Mo'minda unaqa kofirni urf-odatlariga, e'tiqodlariga orzu havas bilan qaralmaydi. O'zini orzu havaslari bor. Jannatda Oysha onamiz bilan birga qo'shni bo'lishlikni yaxshi ko'radi, lekin dunyodagi orzu havasi haligi Marinaga yo bo'lmasam Fransuvaga o'xshab o'shanaqa oppoq ko'ylagi bilan to'yga chiqish. O'xshamayapti-da ikkalasi. Bu yoqda haligi Anastasiyaga o'xshab yashayman deb havas qilib, orzu qilib, bir marta bo'lsa ham kiyib olishni shunga o'xshab havas qilsangiz, o'lgandan keyin Fatima onamiz bilan birga jannatga kirib o'sha yerda uchrashgingiz kelsa, to'g'ri kelmayapti-yu ikkalasi. Orzungiz, hayotingiz boshqacha-yu. Nariyoqdan Allohdan umid qilayotganingiz umuman boshqacha. Fatima onamizga havas qiling, orzu qiling. O'sha borgan yerga borasiz, o'sha yerda birga qilib, Alloh shunday xushnud qiladi. Nariga nasroniyga havas qilib yashab, musulmonni jannatdagi peshvolari bilan birga bo'lgisi kelyapti-da, unaqa bo'lmaydi-da. Musulmonga o'xshab yashasang, lekin musulmon aytgan joyga kiradi. Yashashda kofirlar havas qilib yashab, yana musulmon kiradigan yerga kiraman desangiz, to'g'ri kelmaydi, u kirmaydi o'zi.
Man tashabbaha biqawmin fahuva minhum degan. Kim o'shalarga orzu qilib, havas qilib, mana shularning ishiga ergashadigan bo'lsa, o'zini shularga o'xshatsa, o'shalarman bo'ladi qiyomatda degan. Alloh saqlasin. Shuning uchun bugungi kunda o'shaqa muslima qizlarimizni chiroyliroq tarbiyalaylik. Haligi kinolar, seriallarni ko'rib o'sha kofirga havas qilib, sal bo'lmasa kofir bo'lib ketishni orzu qiladigan qilib katta qilib qo'yib turib, endi boshida ro'moli bor degani bo'ldi degani emas, shuni bilib olinglar. O'shalarga havas qilib katta qilib turib, endi islomni yasha desangiz, unamaydi ertaga. Yashashida ham islom bo'lmaydi uni. Farzandni ham shunaqa tarbiya qiladi. Shuning uchun muslimalarga havas qilib, sahobiyalarga havas qildirib katta qiling. Shuni orzu havas qilsin hali. Umrimda bir oq ko'ylak kiyay deb orzu havas qilmasin. Haromni ham orzu havas qiladiman. Masalan, zino harom. Umrimda bir zino qilib olay deb orzu havas qilsa bir muslima qiz, nima deysiz? Badbaxt ekansan, tashabbuh fikringni deysiz-da, to'g'rimi? Xuddi shunaqaylar bitta harom ish bu ham. Shuning uchun shunaqa harom narsalarga orzu havas qilmasin. Qildirmaylar. Shunaqa tarbiya bermaylar o'zi. O'zi uni siz bermagansiz, uni qo'yib qo'ygansiz. Uni haligi kinodan, serialdan, boshqa yerlardan o'rganib olgan. Qo'yib qo'ymang. Tarbiyalayotganda islom ideallarini ko'rsating. Islomda orzu qiladigan, havas qiladigan o'rinlarni ko'rsatib o'rgating. Shu sahobalarga havas qilib o'rgansin. Boshqa haligi o xristianning ideallariga orzu qilib katta bo'lmasin. Musulmon yosh yigitlari bor. O'zini Ronaldoga, Messiga o'xshataman deb prichoskasini, kiyimini, hatto o'shanaqa nomerini o'shanaqa qilib futbol qilib kiyib olgan. Haqiqatda havas qiladi. Haligini rostdan yoqtiradi qalbidan kelib chiqib. Mana bu ofatda bu, katastrofada bu. Farzandingiz haligi sahobani, tobe'inni, boshqalarni yaxshi ko'rib, shularga orzu qilib, mana shularga o'zini o'xshatgisi kelmasdan qayoqdagi bir insoniyatda ham bir jirkanchi bo'lgan kofirlarga o'zini o'xshataman deb yurgan bo'lsa, xafa bo'ling, yig'lang mana shuni ko'rsangiz. Uyingizda qarang, bolangiz shunaqa qilib yurgan bo'lsa, yig'lang. Parvardigor menga bergan ne'matingga xiyonat qilib qo'yibman deb. Uni o'nglashga harakat qiling o'sha bugundan boshlab o'shuni. Farzandlaringiz ertaga kofirga havas qilib o'tib ketib qolmasin.